Milyonlagan Uyg'urni yig'ilish lagerlariga qamagan ishg'olchi Xitoy doiralari koronavirusga qarshi turish tadbirlari nomida Uyg'urlarning zarur turmush lozimatiklarini setib olishiga yo'l qo'ymasdan ularning uydan chiqishini chekildi. Buningga xiloflik qilgan deb qaralganlarni bo'lsa sazoy qilib g'ururni dafsanda qildi. Ommaviy taratqularda tarqalgan uchurlarga asoslanganda navbatda yig'ilish lagerlarida va Uyg'urlarning uylarida ochliq yetishmaslik ahvoli ko'rilmoqda. Ahvolning bundoq bo'lishiga qaramasdan sirtqa chiqqan Uyg'urlar rasm va singa ilinib sazoy qilinmoqda. Ommaviy taratqularda g'ulg'ul qo'zg'agan bir rasmda Uyg'urlarning qo'liga bir lavha tutqizilgan bo'lib, uningga kent mahalliy kadrlarining sirtqa chiqmanglar degan so'ziga xiloflik qilib, sirtda ishtek lag'aylab yurdim deb yozilgan. Xitoy tarafidan usti ochiq turmaga aylangan Sharqi Turkistonda koronavirusi andishasi kuchaymoqda. Ommaviy taratqularda tarqalgan uchurlarda millionlagan Uyg'ur tutib turilayotgan yig'ilish lagerlarining birida koronavirusi bayqalganligi, bir ayolning bo'lsa bu virus sababli hayotidan ayrilganligi ilgari surildi. Xitoy doiralari virus haqidagi uchurlarni qattiq qamal qilgan bo'lib, Urumchi boshchiligida nurg'un shaharlar karantinga ilinib qamal qilindi. Sirtqa oshkorlangan qisman uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Altushdagi 6-nomerlik yig'ilish lageridagi Miradil Nurahmat ismli bir o'quvchi karantinga aylangan. Yaqin atrofdagi bir lagerdami bir qism kishilarning kuzatilayotganligi ma'lum. Yana bir tarafdan yuzlagan Uyg'urning koronavirusning markazi bo'lgan Wuhanga avatilganligi Xitoy taratqularida oshkorlandi. Holbuki yig'ilish lagerlarida virusga qarshi qanday tadbirlarning qo'llanilganligi aniq emas. Xitoy doiralari bo'lsa, yuqum ahvoli haqidagi savollarni davlat maxfiyatligi deb javob berishni rad qilmoqda. Xitoyning Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan va tez suratda tarqalayotgan koronavirusi keltirib chiqargan o'lim, yetim va boshqa ziyonlar og'irlashmoqda. Tönögün bir kun ichida 142 kishi o'lib, o'lganlar sonining 1666 ga chiqqanligi, 2009 kishining yangidan yuqumlanganligi bildirildi. Xitoy Davlat Sayyiya Komiteti e'lon qilgan bayonotda yuqumlangan kishi sonining 68500 ga chiqqanligi, kasal kishilar bilan aloqa qilganlik uchun nazorat ostida e'longan kishi sonining 158764 ekanligi bildirildi. Yana bir tarafdan Yevropada tunji bo'lib bir kishi Wuhan virusi sababli o'ldi. Fransiyada bir Xitoy sayohatchining koronavirusdan o'lganligi e'lon qilindi. Shuning bilan birga Dunyo Sahiyat tashkilotining boshlig'i Tedros Adhanom Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan yangi tipli koronavirusiga qarshi har qaysi hukumatlarni tayyor turishga chaqirdi. Amerika Mudofaa ministri Mark Esper Xitoy telegraf shirkati Huawei'ning 5G to'ri harakatiga qarata NATO'ni ogohlantirdi. Myunxen xavfsizlik yig'inida so'z qilganda ittifoqdoshlarining Huawei'ning yangi 5G to'ri qurilishiga qatnashishiga ruxsat qilsa, NATO uchun cho'ng bir tahdid shakllantirganligini ta'kidlagan Esper, tahdidni tushunmasak va bu haqda bir ish qilmasak, oqibatda tarixdagi eng muvaffaqiyatli harbiy ittifoq bo'lgan NATOga dog' tushadi. Ittifoqdoshlarimiz va Amerika shirkatlarini 5G mahsulotlari ishlab chiqarishga tashviq qilyapmiz. Harbiy bazalarimizda bu mahsulotlarni sinov qilishga boshladik dedi. U yana Huawei'ning Xitoyning g'arbga singib kirish va g'o'ji bo'lish strategiyasiga bir vosita ekanligini aytdi. Shuning bilan birlikda Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yig'inda so'z qilganda Huawei'ni Xitoy istixborotining yog'och eti deb sifatladi. Myunxen xavfsizlik yig'inida Idlib vaziyati muzokara qilinmoqda. Turkiya tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu bilan Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov Suriya masalasi haqida suhbat o'tkazdi. Uchrashda Suriya hukumat qismlarining Idlibdagi harakatlari muzokara qilindi. Çavuşoğlu Suriyadagi fikr o'xshamasligi Turkiya Rossiya munosabatiga ta'sir ko'rsatmasligi lozim dedi. U yana Turkiyaning Rossiyadan S-400 havo mudofaa sistemasi setib olishining Suriya vaziyatining ta'siriga uchirmasligi kerakligini ta'kidladi.